Eng so'nggi va qaynoq kino yangiliklariga xush kelibsiz. Bu galgi dasturimizda eski filmlarning qaytishi, premyeralarning kassa yig'imlari, Warner Bros'ni Netflix sotib olishi, yangi chiqqan treylerlar va albatta Qasoskorlar 5 filmining ma'lumotlari. Hozir esa yaxshilab o'rnashib oling kino yangiliklari. Va nihoyat Tom Cruise uddalab bo'lmas topshiriqni uddaladi, ya'ni 63 yoshida o'zining ilk Oscarini qo'lga kiritdi. U bu Oscarni qaysidir filmda rol ijro etgani uchun emas, balki kinematografiyaga qo'shgan katta hissasi uchun oldi. Rasman barchaning qalbidan birdek joy olgan Tig'iz vaqt filmlari davom ettiriladi va yangi filmga trilogiyani suratga olgan Brett Ratner yana rejissyorlik qiladi. Albatta Jackie Chan va Chris Tuckerlarni yana birga ko'ramiz. Eng qizig'i, Jackie Chan 71 yoshda, Chris Tucker esa 2007-yildan beri katta filmlarda bosh rolni o'ynamagan edi. Bularning hammasini uyushtirgan odam esa Donald Trump, ya'ni unga bu filmlar juda yoqar ekan. Do you understand the words that are coming out of my mouth? Agar siz ham bu yangilikdan xursand bo'lgan bo'lsangiz, hoziroq videoga like bosib qo'ying. Yana bir ajoyib yangiliklardan biri bu Farsaj 11 filmi bilan bog'liq. Aktyor Vin Dieselning aytishicha, shaxsan Cristiano Ronaldoning o'zi filmda rol ijro etadi. Uning roli katta emasligi aniq, ya'ni cameoda chiqadi xolos. Film premyerasi esa hozircha 2027-yilga belgilangan. Ninja toshbaqalar kino olamida ham jonlanish yuz berdi, ya'ni 3-film So'nggi Ronin deb nomlandi va R reytingini oldi. Bu nomdagi komiks juda jiddiy va qayg'uli bo'lib, undagi voqealar yaqin kelajakda bo'lib o'tadi va Michelangelodan tashqari barcha ninja toshbaqalar va ustozi Splinter vafot etadi. Michelangelo esa o'zini So'nggi Ronin deb atab qasos olishga kirishadi. Insiderlarning xabar berishicha, film katta ehtimol bilan 2028-yilda chiqishi mumkin. Rejissyor Ryan Coogler esa navbatdagi filmi Qora Pantera 3 bo'lishini tasdiqladi. Demak, film Qasoskorlar maxfiy urushlar filmidan keyin chiqadi. Katta ehtimol bilan esa unda biz yangi Qora Pantera, ya'ni ulg'aygan T'Challaning o'g'lini ko'ramiz. Uning yoshroq ko'rinishi esa Qasoskorlar filmlarida ko'rsatiladi. Doctor Strange 3 filmi ham kino olam yangilanishidan keyin chiqadiganga o'xshaydi. Chunki hozirda film holati boshlang'ich tayyorgarlik darajasida. Rejissyorlikka esa Sam Raimi va Michael Waldronlar qaytmaydi. Benedict Cumberbatch esa filmga prodyuserlik ham qilib, ssenariyga ta'sir o'tkazishi mumkin. Yana u filmga Sam Mendes rejissyorlik qilishini xohlamoqda. Xabarlarga ko'ra, Superman 2 filmining suratga olish ishlari aprelda boshlanadi. Film yovuzi esa Brainiac bo'ladi. Brainiac bu kosmik android bo'lib, komikslarda Supermanning dushmanlaridan biri bo'lgan. U juda aqlli va istalgan texnologiyani o'z boshqaruviga olish qobiliyatiga ega. Maqsadi esa ko'proq bilim olish va sayyoralarni kichraytirib kolleksiya qilish. Filmda unga qarshi Superman va Lex Luthor birlashadi. Hozirda esa film premyerasi 2027-yilning 9-iyuliga belgilangan. Xabaringiz bor, $150 million byudjetga ega Hayvonlar shahri 2 multfilmi premyera qilinmoqda va bir qator rekordlarni ham o'rnatdi. Masalan, Atiga 12 kun ichida $915 million to'pladi. Bu natija orqali eng yaxshi start bo'yicha multfilmlar orasida birinchi o'rinni, filmlar orasida esa 4-o'rinni egalladi. Bundan tashqari 17 kun ichida $1 milliard to'plashga ham ulgurdi va bu sonlar o'sishda davom etmoqda. Analitiklar esa multfilm eng kasabop filmlar ro'yxatining top 5 taligiga kirishini taxmin qilishdi. Multfilmga omad tilab qolamiz. Yaqinda esa ko'plab yangi treylerlar taqdim etildi. Masalan, musiqa qiroli Michael Jacksonga atalgan filmning ilk treylerini ko'rdik. Filmda albatta Michael Jacksonning hayotini ko'rsatishadi va bosh rolni Jafar Jackson ijro etgan. Premyera 2026-yilning 26-aprelida. Moana multfilmlari mashhurlikka erishib ko'plab foyda keltirganidan so'ng, endi multfilmning live actioni, ya'ni filmi ham chiqmoqda. Dwayne Johnson albatta o'zi ovoz bergan personajni filmda ham ijro etgan. Premyera 2026-yilning 10-iyulida.
O'yinchoqlar tarixi 5 multfilmining tizerida esa syujet qaysi yo'ldan ketishi aniq bo'ldi. Bilasiz, hozirgi kunda yosh bolalar haddan tashqari telefonga berilib ketgan. Multfilm ham aynan shu mavzuni olib chiqadi, ya'ni Woody va uning do'stlari planshetga qarshi kurashadi. Premyera 2026-yilning 19-iyunida. Super Mario multfilmi o'yin asosida yaratilgan eng kassabob multfilm bo'lganidan so'ng ikkinchi qismi ham ishlab chiqarildi. Treylerga ko'ra esa Mario va uning do'stlari navbatdagi sarguzashtga yo'l olishadi va ikkinchi qismda biz Mario olamidagi yangi personajlar bilan tanishamiz. Premyera 2026-yilning 3-aprelida. Bu esa Sony kompaniyasidan yangilik, ya'ni Goat nomli multfilm. Unda echki professional basketbolchi bo'lishni orzu qiladi va ko'plab qiyinchiliklarni boshdan kechiradi. Multfilmdagi jirafa personajiga esa shaxsan Stephen Curry'ning o'zi ovoz bergan. Premyera 2026-yilning 13-fevralida. Maxluqlar olamiga kiruvchi Monarx serialining ham ikkinchi sezoni chiqmoqda. Treylerga ko'ra biz bu olamning yashirin sirlaridan xabardor bo'lishda davom etamiz. Ya'ni voqealar har xil vaqtni o'z ichiga qamrab oladi. Serialda esa Kong va Godzilla ham chiqishi aniq. Premyera 2026-yilning 27-fevralida. Va nihoyat Yigitlar serialining oxirgi, ya'ni 5-sezonining ilk treyleri ham taqdim etildi. Unga ko'ra yigitlar yana birlashib Homelander va askarga qarshi chiqadi. Bundan tashqari treylerda Jared Padalecki'ni ham ko'rishimiz mumkin. Demak, u yana Jensen Ackles bilan bir serialda rol ijro etadi. Supernaturals muxlislari xursand bo'lishi aniq. Shu tariqa bu sezonda barcha voqealarga yakun yasaladi va ko'plab personajlar halok bo'ladi. Premyera esa 2026-yilning 8-aprelida. Supergirl filmining treyleri haqida esa kanalda alohida video bor, bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari dekabr oyida o'sha Christopher Nolan suratga olayotgan, ya'ni Obogan Odyssey filmining treyleri, O'rgimchak odam yangi kun va albatta Qasoskorlar 5 filmining ham treylerlari, tizerlari taqdim etilishi mumkin. Ularga ham albatta reaksiya va tahlil bo'ladi. Shunday ekan, videolarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalga obuna bo'lib qo'ying. Hozir esa oxirgi kunlarda juda ham katta shov-shuvlarga sabab bo'layotgan Netflix Warner Bros'ni sotib olishi haqida gaplashamiz. Ya'ni siz mana shu situatsiyaga, mana shu holatga to'liq kirib tushunib olasiz. Qo'limdan kelgancha aytib beraman. Xullas, Warner Bros kompaniyasi bu kino industriyada juda ham katta shaxs, juda ham katta figura. Disney bilan WB ikkalasi cho'qqining eng uchida turadi. Gollywoodni deyarli yarmi desak ham bo'ladi va mana shu kompaniya sotildi. Deyarli 83 milliard dollarga sotib oldi. Oxirgi marta bunday katta savdo Disney bilan bo'lgan edi. Ya'ni Disney 20-asr Fox'ni 71 milliard dollarga sotib olgan edi. Bunisi esa undan ham oshib tushdi va ta'siri ham albatta katta bo'ladi. Gap shundaki, WB katta qarzga botib ketgan, ya'ni 40 milliarddan ko'proq deb hisoblanyapti ekan kompaniyani qarzi. Shu sababdan sotishga tushgan va sotish davomida juda ham ko'plab kompaniyalar, odamlar qatnashdi, olmoqchi bo'ldi. Masalan, Paramount anchadan beri harakat qilib kelyapti, hozir ham harakat qilyapti. Hatto orada keyin Netflix qo'shildi, yana orada arablar ham qo'shildi, sheyxlar. Agar sheyxlar olganida bilmadim nima bo'lardi-yu, lekin katta ehtimol bilan Zack Snyder yana DC ga qaytar edi, chunki arablar va Zack Snyder orasidagi aloqalar juda yaxshi, lekin oxirida Netflix va WB ikkalasi kelishuvga erishdi 83 milliardga. Endi DC ga Zack Snyder aniq qaytmaydi, chunki Netflix bilan munosabatlari unchalik yaxshi emas, chunki Netflix uchun olgan o'sha oxirgi breakda filmlari omadsiz bo'ldi va Netflix uni DC ga qaytib chaqirmasa kerak. Hali DC haqida yana gaplashamiz. Undan oldin WB haqida aytib o'taman. Xo'p, hozir oxirgacha сделка bo'lgani yo'q. Ya'ni ikki tomon kelishdi, qo'l berdi, narx belgilandi, lekin mashhur rejissyorlar, ya'ni Christopher Nolan va boshqa bir qator rejissyorlar qarshi xat bilan chiqdi, chunki buning salbiy taraflari katta va hozir bularni ko'rib chiqamiz. Undan oldin esa bitta savolga javob berib ketay, chunki ko'pchilikni qiziqtirayotgan bo'lishi mumkin. Nega bu savdoga Disney aralashmadi? Agar Disney WB ni sotib olganida o'zi gigant bo'lardi, Marvelga DC qo'shilardi, Superman bilan Kapitan Amerika temir odamlari bitta filmda ko'rardik, Batmanlar qo'shilib yurardi deyishingiz mumkin. Nega unday bo'lmaganini men hozir sizga aytaman.
Chunki qonun bunga yo'l qo'ymaydi monopoliya bo'lishga. Disney qonun jihatdan uni sotib ola olmaydi, shu sababdan bunga urinib ham ko'rgani yo'q. Netflix esa bu streaming platforma va unchalik katta monopoliya bo'lib ketmaydi. O'zi Donald Trump ham bunga munosabat bildirdi yaqinda. Monopoliyaga aylanib ketmasligini oldini olib turaman, qarab turaman bu narsaga dedi, lekin uncha katta narsani o'zgartira olmasa kerak, ya'ni o'zgartira olmasa kerak menimcha. Lekin ko'pchilikka plyus ham bo'lishi mumkin. Bilasiz, Netflix bu streaming platforma. Agar Netflixga chiqsa, internetda ham tarqab ketadi sifatli ko'rinishi va kinoteatrga bormasdan turib o'sha filmlarni uyda tiniq kачествоda bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Lekin bu yaxshimi yoki yomonmi? To'g'ri, yaxshi-ku deyishingiz mumkin. O'zi Netflix insiderlarning aytishicha, agar taxminan 1-2 yil hali hech narsa o'zgarmagandek turadi, keyinchalik baribir o'ziga tortishni boshlaydi. Katta-katta premyeralarni uzoq 2 hafta kinoteatrda qo'yib, keyin streamingga o'tkazmoqchi ekan Netflix. Ya'ni siz 2 oylab kutib o'tirmaysiz, 2 hafta kutasiz va film sifatli bo'lib chiqadi va bemalol ko'raverasiz. To'g'ri, yaxshimi? Yaxshi. Lekin buning salbiy tomoni bor, ya'ni kengroq o'ylab qarashimiz kerak. Xo'p, kino tomonidan qarasak, o'sha Netflixga HBO'dagi hamma seriallar, kinolar o'tib ketadi. Ya'ni o'sha Taxtlar o'yini, bu shu olamga aloqador bo'lganlar, yana boshqa katta-katta seriallar, Harry Potter hammasi o'tib ketadi. Bundan tashqari o'sha Maxluqlar olami, DC, yana qanaqa kinolar WBga tegishli bo'lsa, Netflixga o'tib ketadi huquqlari va o'zi xohlagandek film, seriallar olishi mumkin. Hozir davom etayotgan ishlari bo'layotgan proyektlarga Netflix aralashmaydi. Ya'ni o'sha masalan Harry Potter seriali ketyapti, unga tegmaydi. Agar keyinchalik yana boshidan qilmoqchi bo'lib qolmasa, hozir ishi ketayotgan DCdagi filmlarga tegmaydi. Hammasi как положенный kinoteatrlarda yoki HBO platformasida hammasi chiqadi. Lekin mana shu narsalar tugab bo'lgandan keyin Netflix o'zini iyerarxiyasini boshlaydi. Ya'ni o'sha filmlarni, katta-katta franšizalarni o'zini streamingiga o'tkazib yuboradi. Katta-katta HBO'dagi seriallarni hammasi Netflixga o'tadi-da, ikkinchi, uchinchi darajali seriallarni HBO'ni o'zida qoldirib qo'yadi, filmlarni o'zida qoldirib qo'yadi. Katta-katta prokatlar albatta Netflixga o'tadi, chunki bekorga WBni Netflix olgani yo'q, albatta qandaydir foydani ko'zlab olgan va buning minusi nimada? Hozirgacha bo'lgan aytgan gaplari minusga kirmadi adashmasam siz uchun, chunki internetda ertaroq chiqsa yaxshi deyapsiz. Bu bir tarafdan to'g'ri, chunki O'zbekistonda ham kinoteatrlar tarmog'i uncha rivojlanmagan. Xohlagan odam borib kinoteatrda filmni ko'ra olmaydi. Tim bo'lib dublyajda muammolar bor, o'zbek tiliga dublyaj qilishda. Albatta Toshkent shahridagi kinoteatrlardan tashqari qolgan boshqa hamma viloyatlarda bu muammo. Bir tarafdan bizga yaxshi, lekin uzoqni o'ylasak bu yomon. Nimaga? Hozir tushuntiraman. Chunki boya aytganimdek, WB kino sanoatida juda katta shaxs. Uni streamingga o'tib ketishi albatta kinoteatrlarga katta ta'sir ko'rsatadi. Kinoteatrlardan odamlar qochadi, streamingga o'rganib qolsa kinoteatrga borib o'tirmaydi va o'z-o'zidan boshqa kompaniya, boshqa studiyalar o'zlarini filmlaridan kam daromad oladi va o'z byudjetini oqlolmagandan keyin sifatli katta blokbasterlar kamayib ketadi. Ya'ni o'z-o'zidan boshqa studiyalar kamroq olishni boshlaydi. Sifatli, siz har doim yoqtirib keladigan filmlar soni kamayib, hammasi streamingga o'tib ketib qolsa, kontent kamayib ketadi, yaxshi kino ko'rmay qo'yamiz. Mana nimaga o'sha rejissyorlar, katta-katta rejissyorlar buni bilib, kinoteatrlardan odamlarni qochirmaslik kerak deb hukumatga, katta-katta tashkilotlarga xat bilan chiqishmoqda va buni o'zgartirishmoqchi. Ya'ni Netflix bilan WB o'rtasidagi kelishuvni barbod qilish. Paramount ham bunga jim qarab turgani yo'q va hali ham kurashda davom etmoqda. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri aksiya davrlarga chiqdi. Mana Netflixdan ko'ra ko'proq beryapmiz. Ya'ni umumiy hisobda 100 milliarddan oshib ketar ekan agar Paramountning taklifi bo'lsa. Hozircha mana shu ma'lumotlar aniq. Mana shu yaqin 1 yil ichida bu narsa hali ko'p muhokama bo'linadi. Hali oxirgacha Netflix olib qo'ygani yo'q. To'g'ri, ikki taraf kelishgan, lekin orada katta-katta faktorlar o'ynaydi. Masalan, biz siz bilan bilmagan faktorlar ham bor. Ko'ramiz, kuzatamiz bu nima bilan tugar ekan. Siz esa o'z fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Qo'limdan kelgancha bu vaziyatni tushuntirishga harakat qildim. Meni ham hali tushunmaydigan joylarim ko'p. Shunday ekan, vaziyatni albatta kuzatamiz, nima bilan tugar ekan.
Aytgancha, nega Paramount olgani yaxshi degan savolga ham javob berib ketay, chunki Paramount streaming emas asosan va kinoteatr biznesiga e'tibor qaratgan. Shu sababdan agar Paramount WB ni olsa, unchalik katta o'zgarish bo'lmaydi. O'sha kinolarimiz har doimgidek kinoteatrlarda chiqishda davom etadi va katta nomlar orasida shunda Paramount va Disney qoladi. O'zi Paramount ham katta nom, lekin baribir WB va Disney orasidan bir pog'ona pastda turar edi. Agar WB ni sotib olsa, albatta Disney bilan teng raqobatga kirishi mumkin. Shunda agar sog'lom raqobat bo'lsa, biz sifatlidan-da sifatli, yaxshidan-da yaxshi filmlarni ko'rishda davom etamiz. Mana endi hamma narsani aytib bo'ldim. Hozir esa hech qayerga ketmay turing, chunki oldinda Qasoskorlar 5 haqida sizni aniq hayratga soladigan ma'lumotlarni aytib beraman. Filmning qo'shimcha suratga olish ishlari bahorda bo'lib o'tadi. Demak, unda Tom Holland ham qatnashib, filmga qo'shilishi mumkin. Chunki O'rgimchak odam Yangi kun filmining suratga olish ishlari o'z nihoyasiga yetdi. Filmda esa biz Doktor Doomning ko'plab variantlarini ko'ramiz. Shu qatorda ayol versiyalari ham bo'ladi. E'lon qilingan aktyorlar esa rostdan ham filmning asosiy personajlari. Ammo ulardan tashqari ko'plab kutilmagan kameolar bo'ladi. Rasman Marvel Qasoskorlar abadiyat jangi va Qasoskorlar final filmlarini sentyabr oyida, ya'ni 2026-yilning sentyabr oyida qayta kinoteatrlarga qo'yadi. Ya'ni borib, o'sha katta ekranda, xohlasangiz IMAX da, xohlasangiz 3D formatda agar ko'rishingiz mumkin. Agar oldin tusha olmagan bo'lsangiz, armon bo'lib qolib ketgan bo'lsa, shunday imkoniyatni Marvel beradi. Balki Qasoskorlar final yana birinchi o'ringa chiqib olar kassa yig'imi bo'yicha shu orqali. Xo'p, buning ma'nosi nima? Chunki Qasoskorlar 5 filmi Qasoskorlar final bilan to'g'ridan to'g'ri bog'liq bo'ladi. Qasoskorlar 5 filmida kelib chiqadigan asosiy muammoning ildizi Qasoskorlar 4 filmidan olinadi. Ya'ni o'sha Tony Starkning ko'rinishi nega Doktor Doom bilan teng, vaqtlararo sayohat bo'lgani qanday ta'sir ko'rsatgan, multi olamlar parchalanishi qanaqa sabab bilan ko'chgan bu yerga, xuddi shunaqa savollar bilan to'g'ridan to'g'ri davom bo'ladi. Oradagi voqealar esa hech qayerga ketmaydi. Ya'ni o'sha Qasoskorlar final filmidan keyin chiqqan serial filmlardagi personajlar hammasi qoladi. Endi asosiy rolda bo'lmasa ham qoladi, lekin o'sha voqealar ozgina esdan chiqarib yuboriladi va Qasoskorlar final filmidan keyin birdaniga Qasoskorlar 5 boshlanib ketgandek qilib bizga ko'rsatishadi, lekin oradagi personajlar baribir qoladi. Eng asosiysi esa bu narsa deyarli aniq, ya'ni Chris Evans xuddi Robert Downeyga o'xshab ikkala Qasoskorlar filmlarida ham eng asosiy personajlardan biri bo'ladi. Ya'ni biz Kapitan Amerika va Doktor Doom qarama-qarshiligini ko'ramiz. Kamida bitta filmda ikkalasi asosiy rolda bo'ladi. Eski veteranlar qaytadi va menga yoqyapti masalan. Siz ham o'z fikringizni yozib qoldiring. Xo'sh, nima bo'ladi? Ya'ni bizga katta ehtimol bilan o'sha Peggy Nolga qaytgani va toshlarni qaytargani haqida qisqacha ko'rsatib berishadi va bu narsa o'sha multi olam parchalanishiga ham ta'sir qilgan bo'ladi. Breaking Insider aytayapti, balki u Chris Evans, ya'ni Kapitan Amerikaning shu qilgan ishi orqali Doktor Doomning oilasi yo'q bo'lib ketgan yoki vafot etgan bo'lishi mumkin. Shu sababdan Doktor Doom buning sababini qidirib, multi olamning parchalanishiga sababchi bo'lganlarni hammasini ovlashga chiqadi degan teoriya bor va katta ehtimol bilan ham shunga o'xshash voqea bo'ladi. Ya'ni biz Kapitan Amerika va Doktor Doom qarama-qarshiligini ko'ramiz. Yana yuqorida aytganimdek, yaqinda Qasoskorlar 5 filmining teaser treylerlari chiqishni boshlaydi va albatta ularni ham tahlil qilamiz. Shunday ekan, kanaldan uzoqlashmang. Mana eng so'nggi kino yangiliklarni ham ko'rib chiqdik. O'ylaymanki sizga yoqdi. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib qo'ying. Yangiliklar haqidagi fikrlaringizni ham kommentariyada yozib qoldiring. Bu men uchun juda muhim. Albatta o'qib chiqaman hammasini va asosiysi kanalga a'zo bo'lib, yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Yangi videolarda ko'rishguncha